Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, mana biz bugun 8-iyun mana bu katta ayrilarimizni olib keldik. O'sha ayrilarimizni holati bilan tanishamiz. Mana bu oilalar hammasi ikki onali, ikki temadagi oilalar. Bularni tepasida ham, pastida ham o'sha yosh onalar ishlayapti. O'rtasida mana bu qismda o'rtasida ikki qavatli setka bor. Pastdagi ayrilar bilan tepadagi ayrilarda hidini, havosini bir xil qilib turibdi. Hozir shuni ko'ramiz. Yaqinroq olib kiring. Mana qopqog'ini ochamiz. Mana bu tepasidagi oilada mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita ramka bor. Eng oxirgi chiqqan onalarimizni partiyasi bor. Buni sekin ko'tarib olaman men. Ajrab panjara tagidagi ikki qavatli setkasi bilan olaman. Mana oldim. Ko'ryapman. Mana ko'ringlar, kelishimizda bunga mum chalpak qo'yib kelgan edik, demak ishlagan yo'q. Ayrilar lekin uchishi yaxshi. Endi bular kelganiga 3-4 kun bo'ldi xolos. Endi joyiga bu qo'yib qo'yaman buni. Agarda kerak bo'lsa shu yerga mum chalpak beraman. Mana qo'ydim. Sizlarga nimani ham ko'rsatib qo'yishim kerak. Ikki qavatli setkani ham hozir uni ham ko'rsatib qo'yaman. Mana ko'ringlar, ikki qavatli setka. Mana bu chekka qismidagi nimalarni hozir ochmaymiz. Asal kelganda ochiladi. Buni qo'yamiz. Ikkita ona ishlab turibdi. Endi tepadagi onani ko'ramiz, qanday ishlayapti ularligini. Mana do'stlar, bu ramkalar yaxshi ramkalar ishlayapti. Endi biz buni yon taxtani siljitamiz. Shurupini olib tashlab mana shurupini oldik. Mana bu qismdagi romni ko'ramiz. Mana o'rtoqlar urug'larni yaxshi qo'yyapti. Oho, gulchanni juda yaxshi to'plagan. Mana ko'rsalar. Tepa qismida biz bergan ovqat, ozmoz bo'lsa ham, undan keyin gulchan, undan keyin urug'. Mana haqiqiy idealni. Endi bu tabiatdan hozir o'ziga yarasha kelib turibdi. Shuning uchun biz bu yerlarda asosan 1-iyuldan juda yaxshi asal keladi. Shuning uchun shu 1-iyulgacha bu pastdagi va tepadagi etajlarimizni ham romlar bilan, ayri bilan to'ldirishimiz kerak. Chunki hozir mana bu qismga bitta mum chalpaqli romni beraman. Mana do'stlar,
Mana endi bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita rom bo'ldi. Bunga o'rtoqlar endi 10 kun ochmaymiz. Kerak emas buni bezovtalik. 10 kundan keyin ochamiz tag'in. Kerak bo'lsa bitta emsak, kerak bo'lmasa ikkita, kerak bo'lsa ikkita, yo bo'lmasa bitta yana mum charpaqli rom beramiz. Ya'ni 10 bo'lsa 18 da. Keyin yana 10 kundan keyin qo'ysak 27larga bo'ladi. 27larga yana bitta o'zi joy qoladi. Bitta mum badali joy bersak, arilar to'ladi. Pasti ham to'ladi, tepa ham. 1-iyuldan bu oilalarga aktiv xudo xolasa asar keladi. O'sha paytda ikki qavatli setkani o'sha ikki yonidagi fanerani olib qo'yamiz. U yerda ajratgichli panjara bor. Pastdagi arilar ham tepaga ovqatini tashlaveradi. Mana bu ikkinchi qavatni ustiga ajratgichli panjara qo'yib, uning ustiga magazin qo'yib yuboramiz. Tez magazin qo'yib. Shunday qilib shu asal sezoni boshlanganda mana shu ikkala korpusimizda arilar jiqqa to'lgan bo'ladi. Urug'li romlar, raspuruhlar juda ham ko'payadi. Arilar apkigan neklarini, apkigan asalini tepaga magazinga yig'averadi. Shunday qilib buni bahamizda mana shu usul juda yaxshi usul bo'ladi. Bitta onali oilalarga nisbatan bitta ikkita onali oilada asal baqsa, 3 baravar, 3,5 baravar ko'p asal yig'ish mumkin. Sizlarga ham mana shundan foydalanishlarini, ko'proq asal yig'ishlarini tavsiya qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.